Endi bizni asosan qiynaydigan va milliy sertifikatda 7-savol tariqasida tushadigan narsa bu qo'shimchalar o'rtoq. Qo'shimcha nima degan ekan? O'sha asosga qo'shilib keladigan, ma'lum so'roqqa javob bo'lmaydigan, atash ma'nosi yo'q bo'lgan, faqat asosga qo'shilib unga qanaqadir ma'no berishda ishlatiladigan narsa qo'shimcha deyiladi o'rtoq. Endi qo'shimcha zoti borki, u asosga o'zidan o'zi qo'shilmaydi. Bitta asosga siz qo'shimcha qo'shmoqchi bo'lsangiz, ma'lum bir maqsadda qo'shasiz. Shunchaki, masalan, kitobdan ko'ra kitoblar desam boshqacharoq ko'rinar ekan, yo kitob degandan ko'ra kitobning desam menga qulayroq ekan, o'shaning uchun kitoblar deyapman yoki kitobning deyapman degan narsa bo'lmaydi. Siz asosga ma'lum bir qo'shimchani qo'shyapsizmi? Albatta undan ko'zlangan nimangiz bo'ladi? Maqsadingiz bo'ladi. Ana o'sha maqsad qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turini belgilab beradi. Nimasiga ko'ra ekan? Vazifasiga ko'ra turlari. Siz asosga qo'shimcha qo'shar ekansiz, undan ko'zlangan maqsadingiz 3 xil bo'ladi. Biz har doim asosga 3 xil maqsadda qo'shimcha qo'shamiz. Boshqacha maqsadda qo'shib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Necha xil maqsad ekan? 3 xil. Bu degani qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra ham nechta turi bor ekan? 3 ta turi bor ekan. 3 xil maqsadda qo'shamiz. Boshqacha yo'lda qo'shish mumkin emas. Birinchi maqsadingiz nima uchun qo'shasan? Asosga yangi ma'no berish uchun. Mana. Demak, qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turdi deydigan bo'lsak, eng birinchi vazifasi nima ekan? Qo'shimchalarda eng birinchi vazifalaridan biri bu asosga yangi ma'no berish. Va siz asosga yangi ma'no berishsangiz, u qo'shimchani erkalab fanda so'z yasovchi deyiladi. Tushunarlimi? So'z yasovchi qo'shimchani vazifasi nima ekan shaxsda? Qo'shimchani vazifasi nima ekan? Yangi ma'no bir şeyda qoida ham shu. So'z yasovchi qo'shimchalar nimaga aytiladi? Asosga qo'shilib, ularga yangi ma'no berish vazifasini bajaradigan qo'shimchalar so'z yasovchi qo'shimchalar deb ataladi. Degan qoida mana shu yerda yotibdi. Yo yozib qo'ying. Tushunarlimi? So'z yasovchi qo'shimchaning vazifasi nima ekan? Asosga yangi ma'no berish. Bugun ham shunaqa, ertaga ham shunaqa, 18 yildan keyin ham xudo xolisa shunaqa bo'ladi. Tushundingiz-a? Ertaga test ishlayotganda qaydadir men sizga so'z yasovchi qo'shimcha nima degani desam, agar kim ovsarlanib qoladigan bo'lsa, marker kallasiga borib tegadi. Tushundingizmi? So'z yasovchi qo'shimcha degani asosga qo'shiladi va unga nima qiladi? Yangi ma'no beradi. Bo'ldi, hamma joyda, любой joyda shunaqa. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Demak, qanaqa yangi ma'no beradi desak, mana gul so'zi turibdi. Nima edi buni ma'nosi? O'simlik edi. Unga plus chi qo'shimchasini qo'shsam, endi gul so'zi gulchi degan nimaga aylanib qoldi? Odamga aylanib qoldi mana. Yangi ma'no berish degani asos bitta ma'no, siz asosda aytganda bitta ma'no kelib turgan bo'lsa, unga qo'shimcha qo'shgandan keyin boshqa narsaga aylanib qolish kerak. Yoki boshqa tushunchani ifodalashga xizmat qilish kerak. Ana o'shanda mana bu qo'shimchaning nomi qanaqa qo'shimcha bo'ladi? So'z yasovchi bo'ladi. Nimaga? Chunki u asosning ma'nosini o'zgartirib tashlaydi. Yoki bo'lmasam kuramoq degan fe'l bor edi bizda, to'g'rimi? Unga plus kni qo'shsam bu nimaga aylanib qolyapti endi? Kurak degan narsaga aylanib qolyaptimi? Mana, demak ki qanaqa qo'shimcha ekan? So'z yasovchi. O'rik desam nima kelyapti turadi xayolingizga? Meva kelyapti turadi. Endi zorni qo'shsam u nimaga aylanib qoldi? O'rin joyga aylanib qoldi. Ya'ni o'rikning ma'nosi boshqa narsaga aylanyapti. Demak bu endi qanaqa qo'shimcha bo'ladi? So'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Tushundikmi? Demak, so'z yasovchi qo'shimcha bo'lishi uchun u asosga qo'shilganda uni ma'nosini boshqa narsaga aylantirib tashlash kerak ekan. Yoki mana elamoq degan fe'l bor edi. Plus kni qo'shdim men. Elak degan bitta narsa paydo bo'ldi. Yoki kitob degan so'z bor edi bizda. Unga plus xon qo'shimchasini qo'shdim. Kitob nimaga aylanib qoldi? Kitobxon degan shaxsga aylanib qoldi. Natijada xon qanaqa qo'shimcha bo'ldi? So'z yasovchi qo'shimcha bo'ldi. Tushunyapsiz-a? Nimaga so'z yasovchi yoki nimaga so'zga yangi ma'no beradi? Mana qo'shimchani qo'shishingiz bilan mana asos boshqa tushunchani ifodalashga xizmat qiladi. O'sha boshqa tushunchaga aylantirib berayotgan narsa so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasa mana
gul degan so'z bo'lsa, gul o'simligida unga plyuslarni qo'shsam, gullar endi ish harakatga aylanib qolyapti. Tushundingizmi? Demak, la ham qanaqa qo'shimcha ekan? So'z so'z qo'shimcha ekan. Tushundingizmi? Bu bir qancha, masalan, la degan so'z so'z qo'shimcha ongingizda paydo bo'ldimi? Endi yasab ketaverasiz. Ish ishlar, gul gullar, o'y o'ylar, so'z so'zlar, soz sozlar, oq oqlar deb. Yoki chi degan so'z so'z qo'shimcha ongingizda paydo bo'ldimi? Yasab ketaverasiz. Gul gulchi, ish ishchi, magazin magazinchi, apteka aptekachi deb turib yasab ketaverasiz. Tushunarlimi? Chunki uni vazifasi so'z yasashda, u so'z yasashga xizmat qiladi. Bizning nutqimizda so'z yasash uchun uni nima qilamiz? Ishlatamiz. Tushunarlimi? Endi ikkinchi vazifasi asosga qo'shimcha ma'no berish. Agar asosga qo'shilib, unga yangi ma'no bersa, qanaqa qo'shimcha bo'lar ekan? So'zga so'z. Endi agar asosga qo'shilib, unga qo'shimcha ma'no bersa, u lug'aviy shakl yasovchi deb erkalab aytiladi. Mana. Lug'aviy shakl yasovchining vazifasi nima ekan, Aziz oya? So'zga so'z qo'shimchaning vazifasi nima edi, Abdulboqiy? Yangi ma'no berish. Lug'aviy shakl yasovchining vazifasi nima ekan? Qo'shimcha ma'no berish. Bugun ham shunaqa, ertaga ham shunaqa, 18 kundan keyin ham shunaqa. Tushundingiz-a? 15 kundan keyin so'raganimda kim bilmay tursa, baribir bilaman, esingizdan chiqarib yuborasizlar buni, lekin bilishingiz kerak. Masalan, lar, kitob so'zi turgan bo'lsa, kitob, unga plus lar qo'shimchasini qo'shsam, barobar nima bo'ladi? Kitoblar. Endi kitob daftarga aylanib qolyapti yo odamga aylanib qolyaptimi? Kitoblar deganimda kitob kitobligicha turibdi. Faqat nima qilyapti u? Ko'payyapti. Ikkita bo'lib qolyapti, uchta yo to'rtta bo'lib qolyapti xolos. Yoki mana bu joyda xonni, so'zga so'z qo'shimcha dedi, kitob xon deganda, to'g'rimi? Endi Madina deb turib, plus Madina xon desam, Madina Odinaga aylanib qolyaptimi? Yo'q, Madinaligicha turibdimi? Endi bu yerda xon nima qilyapti? Lug'aviy shakl yasovchi bo'lyapti. Chunki Madina bilan Madinaxonda nima farqi bor desa, ozgina ergalash ma'nosi qo'shilib qoladi xolos. Lekin baribir o'sha Madinaligicha turadi. Tushundingizmi? Yoki masalan, ko'k degan rang bor bizda. Ko'k. Unga plus imtir qo'shimchasini qo'shsam, nima deysiz? Ko'kimtir. Endi ko'kimtir desangiz, ko'k sariqqa aylanib qolyaptimi? Yo'q, ko'kligicha turibdi, faqat darajasi salgina nima qilyapti? Tushyapti, pasayapti xolos. Endi xuddi shu ko'k so'ziga, ko'k rang so'ziga plus ar qo'shimchasini qo'shsam, endi ko'kar desam, bu endi ish harakatga aylanib qolyapti. To'g'rimi? Shundaymi? Shunday. Shuning uchun endi bu yerda arda nima deymiz? So'z yasovchi qo'shimcha deymiz. So'z yasovchi bilan lug'aviy shakl yasovchining farqini ko'ryapsiz. Bitta qo'shimcha ham so'z yasovchi, ham so'z lug'aviy shakl yasovchi bo'lishi ham mumkin. Uni bajaradigan, mana xon so'z yasovchi ham bo'lyapti, lug'aviy shakl yasovchi ham bo'lyapti. Bajaradigan vazifasiga qarab turib to'p ketaverasiz. Yoki mana uy deb turib, plus chani qo'shsam. Uycha. Uycha desam, uy endi boshqa narsaga aylanib qolyaptimi? Yo'q, uyligicha turibdi. Faqat ozgina kichraytirish ma'nosi qo'shilyapti. Xolos. Shuning uchun cha ham endi qanaqa qo'shimcha bo'ladi? Lug'aviy shakl yasovchi bo'ladi. Tushunarlimi? Ha? Aniqmi? Yoki mana qiz desam, plus aloqni qo'shsam, qizaloq. Qiz endi kampirga aylanib qolyaptimi? Yo'q, qiz ozgina nima qilyapti? Kichrayapti, yosharyapti xolos yoki boshqa bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, bular lug'aviy shakl yasovchi deyiladi. Endi uchinchi maqsad asosga qo'shiladi-da. Asosga qo'shilib so'zlarni biriga nima qiladi? Bog'laydi. Bog'lash vazifasini bajaradi. Tushunarlimi? Demak, qo'shimchalarni asosga biz 3 xil maqsadda qo'shar ekanmiz. Birinchi maqsadimiz yangi ma'no berish, ikkinchi maqsadimiz qo'shimcha ma'no berish, uchinchi maqsadimiz bog'lash. Bo'ldi, boshqa maqsadda qo'shimcha qo'shib bo'lmaydi. Yangi ma'no bersa so'z yasovchi, qo'shimcha ma'no bersa lug'aviy shakl yasovchi,
bog'lasa sintaktik shakl yasovchi deyiladi. Tushunarlimi? Sintaktik shakl yasovchining vazifasi nima ekan, Ruqiyoya? Bog'lash ekan. So'z yasovchi qo'shimchaning vazifasi nima edi? Lug'aviy shakl yasovchining vazifasi nima edi, Ozoda? Qo'shimcha ma'no berish. Tushundingiz-a? Bir oydan keyin so'raganimda kim ayta olmasa, mana hozir kamida 48 marta qaytardim. 49-siga ham aytaman. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha ma'no beradi. Sintaktik shakl yasovchi bog'laydi. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha ma'no beradi. So'z yasovchi nima qiladi? Yangi ma'no beradi. Tushundingizmi? Mana shu mantiqqa tushunsangiz, mana shu hozir men sizga tushuntirayotgan narsamni yaxshi tushunsangiz, qo'shimchalarda yodlab o'tirishingiz shart emas. Shunday qarab turib, qo'shimcha asosga qo'shilayotganda bajarayotgan vazifasiga qarab turib, qaysi biriga kirishini bemalol topa olasiz. Lekin agar tushunmaydigan bo'lsangiz, bir-biridan ajrata olmaydigan bo'lsangiz, iloji yo'q ertaga qo'shimchalarni yodlab chiqishingiz kerak. Lug'aviy shakl yasovchilar mono kiradi, so'z yasovchiga mono kiradi deb turib noma'lum sanashingizga to'g'ri keladi. Bog'lash deganda nima tushunadi? Masalan, uy bilan ket so'zi turadi mana. Uy ket bir-biriga bog'lanmayapti turadi. Bunga ga ni qo'shaman, bunga di ni qo'shaman. Uyga ketdik. Natijada ga bilan di qo'shilganligi uchun mono so'z bir-biriga nima qilib qolyapti? Bog'lanib qolyapti. To'g'rimi? Yoki kitob bilan varaq so'zi turadi. Bunga ning, kitobning dedim, bunga varag'iy dedim. Natijada mana unga mana, bunga bu qo'shimcha natijasida nima qilib qolyapti? Bog'lanib qolyapti. Mana shunaqa bog'lab beradigan qo'shimchalarni sintaktik shakl yasovchi deyiladi. O'zbek tilida sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar juda ko'p emas. Kelishib qo'shimchalari kiradi, egalik qo'shimchalari kiradi, bog'lama qo'shimchalari kiradi. Eshitganmisizlar? To'g'ri, zamon qo'shimchalari kiradi, shaxs son kiradi va mayl qo'shimchalari kiradi. Tushunarlimi? Demak, o'zbek tilida sintaktik shakl yasovchilar 6 ta. Shularni yodlab olsangiz, mana qolgani lug'aviy bilan so'z yasovchiga ajratish umuman qiyin emas. To'g'rimi? Bunda qarasangiz, yangi ma'no berayotgan bo'lsa so'z yasovchiga olasiz, qo'shimcha ma'no berayotgan bo'lsa lug'aviy shakl yasovchiga olasiz. Tushunarlimi?